Ba'zi odamlar yuragim birdan urib ketdi, birdan sakrab qoldi degan savollar ko'p uchraydi. Ayrim paytlarda inson faoliyatini, ish faoliyatini cheklab qo'yish darajasigacha yetib boradigan aktual muammo hisoblanadi. Tomoqqa tiqilish yoki bo'lmasam ko'krakda bir qandaydir urish hissi yoki eng ko'p holatlarda uchraydi. Bemorlar o'zini pulsini o'lchab turib, pulsim urmay qoldi. To'satdan yuragim to'xtab qolganini sezyapman degan shikoyatlar bilan murojaat qilib kelishadi. Ayrim holatlarda o'ziga sezilmagan holatda ekstrasistoliyalarni, ya'ni aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Demak, bu bemorlar o'z vaqtida murojaat qilishlari kerak bo'ladi. Assalomu alaykum, Ahror aka. Bugungi suhbatimiz ekstrasistoliya haqida bo'ladi. Ya'ni o'tgan safargi suhbatimiz taxikardiya bo'lgandi. O'sha suhbatimizdan keyin, ya'ni ekstrasistoliya yurakni sakrab urishlariga oid savollar ham biroz ko'paygan sababli bu mavzuda ham suhbat qurishni manfaatli o'yladik. Demak, kirishib qolamiz. Odamlar o'rtasida o'zi shunaqa savollar borki, ba'zi odamlar yuragim birdan urib ketdi, birdan sakrab qoldi degan savollar ko'p uchraydi. O'zi bu holat qay darajada normal, qay darajada buni biz rostdan ekstrasistoliya tashxisi deb nomlasak bo'ladi? Assalomu alaykum hammaga. Xo'p, ekstrasistoliyalar o'zi odatda yuraklarni sakrab urishi yoki navbatdan tashqari tashlab urishi kabi belgilar, bular albatta kardiologiyaning eng aktual muammolaridan biri hisoblanadi. Nimaga? Chunki yurakni to'satdan sakrab urib qolishlari, ya'ni ekstrasistoliyalarni keltirib chiqaruvchi bir qancha omillar bu yurakni notekis urishiga, ayrim paytlarda inson ish faoliyatini cheklab qo'yish darajasigacha yetib boradigan aktual muammo hisoblanadi. Ko'pchilik holatlarda bemorlar bizga murojaat qilib kelishadi, yurakni to'satdan o'shanaqangi ekstrasistoliya bo'lib, tomoqqa tiqilish yoki bo'lmasam ko'krakda bir qandaydir urish hissi yoki eng ko'p holatlarda uchraydi. Bemorlar o'zini pulsini o'lchab turib, pulsim urmay qoldi. To'satdan yuragim to'xtab qolganini sezyapman degan shikoyatlar bilan murojaat qilib kelishadi. Bugungi kunda, hozirgi kunda bu aktual muammo hisoblanadi. Chunki ekstrasistoliyalarni kelib chiqishida bir qancha aytib o'tganimizdek omillar sabab bo'lsa va uni keyinchalik rivojlanib ko'payib ketishiga insonni o'ziga bog'liq bo'lgan ayrim sabablar, ya'ni ayrim belgilar va ayrim qilinadigan nojo'ya harakatlar uni sonini ortib ketishiga va kasallikni chuqurlashib borishiga sababchi bo'lib qoladi. Tushunarli. Demak, xulosa qilishimiz mumkinki, ekstrasistoliya qaysi bir asorat, noto'g'ri harakatlar orqali sog'lom odamda ham uchrashi mumkin ekan. Shundaymi? Shunday. Endi sog'lom odamda degan tushuncha bu nisbiy hisoblanadi, chunki ekstrasistoliya bor va siz u insonni sog'lom deyishingiz noo'rin bo'ladi. Nega? Chunki bu o'zi bir kasallik. Demak, ekstrasistoliya bormi? Demak, unda qandaydir kasallik bor va bu inson mutlaq sog'lom emas. Lekin inson hayoti davomida har qanday insonni tekshirsak, Holter monitoring tekshiruvini qilib ko'rganimizda, ayrim holatlarda o'ziga sezilmagan holatda ekstrasistoliyalarni, ya'ni aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Bu holat inson uchun normal, ya'ni ish faoliyati davomida o'zi sezmagan holatda ekstrasistoliya bo'lib qolishi tashqi ta'sir natijasida kelib chiqqan ekstrasistoliya deyiladi va bu normal holat hisoblanadi. Lekin inson o'zi sezgan, bemorlarimiz ko'pincha sezadi, tomoqqa tiqiladi, ko'krakka urish, zarb sezadi yoki pulsini ushlaganda tashlab urgan holatlarni sezishida bu muammoli holatlarni asosiy belgilari hisoblanadi. Demak, bu bemorlar o'z vaqtida murojaat qilishlari kerak bo'ladi. Davo muolajalarini olishlari kerak bo'ladi. Tushunarli. Ahror aka, bir savolim bor. Agar mavzuga oid bo'lsa, o'zingiz to'g'rilab olasiz. Demak, ba'zida yoshlikda bo'ladi, ba'zi yosh bolalarda qattiq qo'rquv bo'ladi. Yokida bu yoshdan emas, yosh kattalarda qanaqadir hodisa orqali qattiq qo'rquv asosida shu kasallik orttirib olish ehtimoli bo'ladimi? Ya'ni to'satdan yurakka qanaqadir bosim bo'ladi. Yokida u asli stressdan kelib chiqadimi? Yokida holatga nisbatan yurak birdaniga sakrab ketib qolishi to'g'rimi? Xo'p, qattiq qo'rquv ta'sirida, ya'ni insonning ruhiy holati ta'sirida kelib chiqadigan aritmiyalarda bo'lishi mumkin, kuzatilishi mumkin. Qachonki qattiq qo'rquvdan keyin inson organizmida moddalar almashinuvi, ya'ni gormonal buzilish paydo bo'ladi. Va aynan shu holatda organizmda ishlab chiqariladigan ayrim zaharli toksinlar yoki bo'lmasam gormonlar miqdori ortib ketishi natijasida yurak
mushaklarida organik o'zgarishlarni keltirib chiqarishga sababchi bo'ladi va bu ikkilamchi holatda, ya'ni bevosita emas, bilvosita mana shu aritmiyani keltirib chiqaruvchi omillardan biri bo'lib hisoblanishi mumkin bo'ladi. Aha, tushunarli. Xo'p, endi xuddi shunday ushbu suhbatimizda ham ushbu kasalligi bor, ushbu belgilar ko'rinayotgan bemorlar o'zi qaysi davrda, qachon bunga e'tiborli bo'lishi kerak va tezda mutaxassisga ko'rikka yozilishi kerak deb o'ylaysiz? Ekstrasistoliya mavzusi bu juda ham katta mavzu hisoblanadi o'zi aslida, chunki ekstrasistoliya deganda bu umumiy yurakning noto'g'ri urishi, notekis tashlab urishi haqida gap ketadi. Lekin ekstrasistoliyalarni o'zini bo'lib chiqadigan bo'lsak, kelib chiqishi yuzasidan turlarga bo'linadigan va yurakni ustki bo'lmachalari va qorinchalarida paydo bo'ladigan ekstrasistoliyalar bor. Odatda bo'lmachalarda chiqadigan ekstrasistoliyalar gemodinamik jihatdan xavfsiz hisoblanadi va bular ko'pincha davo muolajalarini talab qilmaydi. Lekin qorinchalarda uchraydigan tashlab urishlar, ya'ni ekstrasistoliyalar, bular ko'pchilik holatlarda insonga yetarli darajada diskomfort keltirib chiqaradi, hayot faoliyatiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi, jismoniy mehnatdan cheklab qo'yish darajasigacha borganligi sababli bular ko'proq shifokorga murojaat qilib keladi. Va biz buni Holter monitoring nazoratida tekshirib ko'rib, ularda aynan ekstrasistoliyalar soni qancha, bir sutkada qaysi vaqtda ko'proq bezovta qilyapti va uni davolashga kelganda dorilar bilan davolash kerakmi yoki operativ yo'l bilan davolash kerakmi ajratamiz. Biz ko'proq qachon operativ yo'l bilan davolashni tavsiya qilamiz? Qachonki bemorlarda yurakda organik o'zgarishlarni keltirib chiqarish, ekstrasistoliya natijasida yurakni kengayib ketishi, yurakni kuchini tushib ketishi yoki bo'lmasam yurak mushaklarini zaiflashishi kabi belgilar kuzatilgan holatlarda biz bemorlarga operativ yo'l bilan, ya'ni o'sha radiochastotali ablatsiya yordamida oyoq tomirlaridan kirib kuydirish amaliyotini tavsiya qilamiz. Aksariyat holatlarda gemodinamik ahamiyati yo'q bo'lgan, bemorlarga bir jiddiy ziyon yetkazish ehtimoli kam bo'lgan holatlarda yoki kam sonli aritmiyalarda, ma'lum bir paytlardagina bezovta qilib turgan aritmiyalarda odatda oddiy dorilar bilan davolab, ularni mana bu diskomfort yoki o'sha ekstrasistoliya belgilari natijasida yuzaga keladigan shikoyatlarini o'zinigina bartaraf qilishga yordam beramiz. Tushunarli. Kattakon rahmat. Endi suhbatimiz yakunida ushbu kasallikni qisman oldini olish agar iloji bo'ladigan bo'lsa, shu belgilar sezdirib boshlasa har bir insonga nimalarga e'tibor berish kerak? Sog'lom hayot tarzini yo'lga qo'yish kerakmi? Yokida siz aytgandek har xil turlari bor. Kasalliklarda qaysi holatda qanaqa tavsiyalar asosida harakat qilsa har bir insonga to'g'ri bo'ladi? Ekstrasistoliyalarni keltirib chiqaruvchi asosan 3 ta sabablardan bittasi bu yurak ishemik kasalliklari ko'proq yosh kattalarda uchrashi mumkin bo'lgan, yurakdagi qon tomirlarini torayishi yoki berkilib qolishi natijasida yurakni aynan ma'lum bir zonalariga yetarlicha qon ozuqa yetib bormaydida, o'sha joyda aritmiya o'chog'i paydo bo'lib qoladi. Bu o'choq shu yurakni notekis urishiga sababchi bo'ladi. Shuning uchun yurak ishemik kasalligi bor insonlar albatta uni o'z vaqtida davolash va profilaktika choralarini ko'rishlari kerak bo'ladi. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala bu yurakni qalqonsimon bez yoki endokrin tizimi natijasi gormonal buzilish, qisqa qilib aytadigan bo'lsak, gormonal buzilish natijasida kelib chiqadigan ekstrasistoliyalar bor. Va ekstrasistoliyani keltirib chiqarishga gormonlar sababchi bo'ldimi, u yerni uyg'otib qo'ydimi? Endi siz gormonlarni davolab to'liq yo'qotganingizdan keyin, ya'ni qalqonsimon bezda masalan bo'qoq xalq orasida eng keng tarqalgan kasallik, bu bo'qoq deymiz. Bo'qoq kasalligining natijasida kelib chiqadigan aritmiyalarni davolash biroz murakkabroq bo'ladi. Nimaga? Chunki ko'pchilik aytadi, mana bo'qog'imni bir necha yil oldin oldirganman yoki davolaganman, hozir gormonlarim yaxshi deydi. Lekin yuragimda notekis urishlar hali ham bezovta qilyapti. Bo'qog'imni davolab yubordim-ku, endi yo'qolib ketdi-ku. Ha, bo'qoqni davoladi, asosiy sababni yo'qotdi. Lekin u yerda o'choqni paydo qilib bo'ldi, aritmiyani uyg'otib ketdi. Mana bu bo'qoq gormonlari o'sha joyda aritmiyani uyg'otib qo'ydi. Endi aritmiya uyg'ongan holda sekin asta vaqt o'tgan sari ko'payib boraverdi.
va uni bezovta qilish darajasiga yetib keldi. Endi ba'zi holatlarda aytishadi, mana ayni paytda hozir buqoq meni bezovta qilmayapti, yuragim ham tinchlandi, aritmiyam yo'qoldi. Endi dorilarni buqoq uchun dorilarimni ichmay qo'ydim, yaxshi bo'lib ketdim. Xo'p, endi ana shu joyda dorilarni to'xtatib qo'ygandan keyin yana qayta mana bu buqoq faoliyatida, ya'ni qalqonsimon bez faoliyatida buzilishlar kelib chiqsa, yana yangi o'choqlarni keltirib chiqarib qo'yadi. Ko'pchilik beradigan asosiy savollardan bittasi shu bizda. Men buqog'imni masalan qalqonsimon bezni faoliyatini yaxshiladim, davolatdim, to'liq tuzaldim. Endi aritmiya boshqa joyda kelib chiqmaydimi yoki bo'lmasam aksariyat holatda shunaqa bo'ladiki, qalqonsimon bezni to'liq davolamaydi. Gormonlarda o'zgarishlar bor. Aritmologga murojaat qiladi. Aritmolog nisbatan dorilar bilan uni simptomlarini yo'qotdi, aritmiyasini ma'lum bir darajada kamaytirdida, bo'ldi, endi menda bu aritmiya ketdimi, endi qaytib bezovta qilmaydimi deydi. Yo'q, aritmiya kelib chiqadi. Yana boshqa o'choqdan kelib chiqishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun uni keltirib chiqaray turgan asosiy sababni qalqonsimon bez faoliyatining buzilishi bormi? Uni davolash kerak. O'z vaqtida davolash kerak. Aytib o'tganimizdek, yurak ishemik kasalligi, qalqonsimon bez faoliyatining buzilishi va uchinchisi bu yerda eng ko'p tarqalgan turi bu intoksikatsiya, ya'ni organizmni qanaqadir kimyoviy moddalardan yoki oziq-ovqat mahsulotlaridan zaharlanib qolishi. Mana shu holatda ham yurakda o'zgarishlarni keltirib chiqarib, aritmiyaga sababchi bo'ladi. Siz qachondir noto'g'ri ovqatlanib qo'ydingiz, ichingiz buzildi va qayt qildingiz, ko'nglingiz aynidi yoki ichingiz ketdi, davolandingiz, yaxshi bo'ldi. Lekin yurakda aritmiya o'chog'ini paydo qilib ketdi o'sha holat. Yoki kimyoviy zavodlarda, mana bu qurilishda, ayniqsa malyar sohasida ishlaydigan kraska yoki shunga o'xshash kimyoviy moddalar bilan ishlaydigan insonlar orasida juda ham ko'p uchrab turadi bu narsa. O'sha kimyoviy moddalardan zaharlanib qolish natijasida ham aritmiyalar kelib chiqadi. Va uni davolashda ham yuqorida aytganimizdek, dorilar yoki operativ yo'l bilan davolash kerak yoki yo'q ekanligini aniqlashtirish uchun ularda to'liq tekshiruvlardan o'tkazish va ana shu tekshiruvlar natijasi asosida xulosa qilishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun eng ko'p beradigan maslahatimiz bemorlarda sog'lom turmush tarziga amal qilish, zaharli moddalardan iloji boricha o'zini tiyish, eng ko'p tarqalgan hozirgi kunda energetiklar, kofe va tamaki mahsulotlari, alkogol mahsulotlaridan cheklanishni tavsiya qilamiz. Va shularni cheklash orqali ham ana shu kelib chiqishi mumkin bo'lgan aritmiyalarni yoki avval kelib chiqqan bo'lsa, shu aritmiyalarni kuchayishini oldini olishlari mumkin bo'ladi. Tushunarli. Rahmat kattakon, Haror aka. Salomat bo'ling.